Xo'p, email yozasizlar, ikkinchisiga parol, uchinchisiga kapchani terasizlar va ro'yxatni o'tasizlar. Men ro'yxatni o'tib bo'lganman. Shuning uchun kirib olamiz saytga. Xo'sh, saytga kirdik. Ko'rib turganingizdek 408 ta tom bor do'stlar. Mana bu yerda ko'rsangizlar bo'ladi, $3.29. Bitta tom $3, ya'ni 100 ta $300. $300 ham ko'p bo'ladi. Bu yerda короче $1.5 atrofida pul bor. Xo'p, qaranglar, bu men aytdim-ku $5.15 bo'ladi. Bilsangizlar, 3 oy oldin ton valyutasi $9-10 edi. Buni chiqarib kashalogimizda saqlaymiz. Bu $20 dan ham o'tib ketadi. O'shaning uchun buni yig'ishimiz kerak do'stlar. Shuning uchun eng zo'r pul ishlash yo'li bu. Masalan, $1000 ishlaysizlar, 2 oydan keyin 3000 bo'ladi. 100% ishonchlaydi. Mana ko'rib turasizlar, Lightpeak, Tropic, Dogepeak, Solpeak, Binancepeak, Polpeak, ana shu saytlar hammasi bittasi. Bilasizlar, buni boshqa saytlardan $3000-$4000 gacha yechganmiz. Xo'p, mana bu o'yin urvini. Bilasizlar, yangilar uchun tushuntiraman. O'yin o'ynasangizlar, bu oshadi. Oshgandan keyin mana bu yerda mana bonus bor soatlik. Mana shu bonus 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi urovgacha oshadi. Mana o'zi 5-urovda ana platinum bu, diamond bu, masterda 1 ton beradi har soatiga tekinga. Menda gold turgan 0.62 beradi, qaranglar. Bu sarmoyasiz. Mana bu yerda bonuslar, bu o'yindan ko'proq o'ynasangizlar tekinga bonus beradi. 1000 soni chiqib bo'lsa 7.5 ton beradi. Ana shunaqa. Endi o'yinlar orqali pul ishlash mumkin. O'yinlarga kiramiz, qaranglar. O'yinlardan mana bu limbo o'yini juda ham zo'r. Qaranglar. Bizaga 1.4 ga yetmasdan portlashini kutamiz. 1.4 ga yetmadi, mana 1.1. Ana endi shu yerga pul qo'ysak bo'ladi, qaranglar. 2.5 qo'yamiz, ketdi. 1, yana bitta yutib beradi. Ikkinchi yutqazsa x 5 qilinglar. Foyda bilan yopadi mana. 413. U she'rni o'zida sizlarga o'rgatish paytimda уже qancha bir $15 ishladim. Ko'ryapsizlarmi mana? Yana 0 qilasizlar. Mana eng minimalkasini qo'yib yana kutamiz, qaranglar. Yana kutamiz. Shoshmasdan kutamiz. Ketma-ket 2 marta yutib beradi mana. 1.4 ga bormasdan portladi. Yana xuddi o'sha tema. 0.25. 2.5 tondan ketdi. Birinchisi ketdi, ikkinchisiga 5. Hoppa, yana bitta 5. Ketdi bu ham 10. Dalshi. Zo'r. 430 mana 3 ta. Qalay do'stlar. Mana shundan normal foydalansangizlar bo'ladi. Xo'sh, boshqa o'yinlar ham bor albatta. Boshqa o'yinlardan normalisi. Xo'sh, Plinko bor ekan. Plinko ham normali. YouTube'da mumkin emas, Telegramda tashlaymiz Plinkoni. Keyin mana bu barabarlik o'yini bor. Normali bu ham. Bizga 0 koeffitsient 2 marta ketma-ket tushishini kutamiz. 1. Ikkinchi bo'lmadi. 1, 2. 2 marta ketma-ket 0 tushdi. Ana endi boshlaymiz. 2.5 dan buni ham ketdi-da. 3 koeffitsiyentgacha tashlaydi. 1x yana pulimiz bo'lmadi. Bozamiz. 1.5 yana. X 5. Yana 5. Yana 5. 1.5 yana. 10. Yaxshi. Davay, bilan. 1.5, 20. Oh, ana 432 yana bitta. Yana. Dalish 3 tasha 3. Tashasenchi bilan. 40. Hopa, 402. Bilan minusga tiqib qo'yar ekanda, bu buni azartni bo'lib o'ynamaydi. Короче, 0 qilamiz, dalshi. Azart bilan o'ynasangizlar, yutib bermaydi bu. Bo'ldi, qaranglar, ketdik yana. 10 ketdi. O ana 3. 3'i 2 marta tushadik. 462. Qalay, ana shunaqa sekin tirs ishlasangizlar bo'ladi do'stlar. Juda ham zo'r foyda beradi. Xo'sh, ana shunaqa qilib o'ynaysizlar. Keyingi o'yin. Mana bu Hill yoki Low ham zo'r o'yin. Qaranglar. 2.5 dan qilamiz. 2.5 dan ketdi va eng kichkina foiz 46. Katta koeffitsient beradi, buni yutsangizlar. Yutqazdi 2x oshiramiz. Dalshi 7. Mana buni yutsa ham pizdes. Dalshi 5. 46.
Yaxshi, 84 ni bosamiz. Ana shunday vaziyatga qarab bosinglar-da, olamiz pulni. 2 yuqori koeffitsient normalniy. Dальше bosamiz. 15. Ay, chiqqanda biznes bularni. 61. Yaxshi. 46%. Ay, biling, 10. Ketdi. 15% chiqsa biznes. Balla. Dальше 30%. Ахуеть. Dальше 38%. Yaxshi. 76%. Vay jalla. 20 qilamiz hay. Xo'sh. Mana bu minusga tiqadigan o'yinda buni ehtiyot bo'lib o'ynaysiz lekin. A tashlasa biznes. O'y jalla. Dальше. Dальше 40. 30. Ya biling. Bozamiz 38. Yaxshi, pul olamiz. 2,5 koeffitsient. Dальше 2dan past chiqish kerak. Yaxshi. 2dan yuqori. Zo'r. 10 koeffitsient. Dальше 30 please. 4dan kichkina jala chiqmadi. 15. Chiqsa biznes bor qana shu. Ay chalab chiqdi. 6 koeffitsient qaranglar, YouTube'ni qaranglar. Ay, nima dedi? 538 ton. Ko'ringizlarmi, risk qilishga arziydigan. Xullas shunaqa do'stlar. Ana endi buni pulni yechamiz, qaranglar. Men hammasini yechmayman. Oz yechaman. Xo'p, qaranglar. Ton. Xo'p, qaranglar, pul yechamiz. Ton adresimizga kiramiz. Ton. To'xtaylarcha bu yo'qni yo'qamiz. Xo'sh, ton mana. Вот, depozit. Yaxshi. Open network. Davay, pulni yechamiz. Bu yoqda pul musobaqalar, o'yinlar, pul yechish izdraf bo'lasizlar-da. Xo'sh, ton. Yaxshi. Yo'q, tag nima? Ton Nemo. Tag nima ekan buni? Shuni qo'yamiz. 38. Telegram kanaliga tashlaymiz pul tushishi bilan do'stlar. Chiqaramiz. Go. Ana chiqarishga qo'ydi. Xullas Telegram kanaliga tushishi bilan Telegram kanaliga joylaymiz. Bo'lmasa do'stlar, bunga videomiz ana shu. Videomizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Hammangizga omad, sog' bo'linglar.